بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Assalomu alaykum muhtaram birodarlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga bir hadisni havola qilamiz. Ana Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala al-muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadayhi. Rawahu al-Bukhari va Muslim. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: Haqiqiy musulmon odamlar uning tili va qo'lidan azor ko'rmagan insondir. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Bu hadis musulmon odamning jamiyatdagi ahamiyati va odobi haqida ulkan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Haqiqiy musulmonlik faqat ibodat emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam musulmonlikni faqatgina namoz, ro'za, zakot va haj bilan cheklamadilar. Balki musulmon inson o'zgalarga zarar yetkazmasligi kerakligini ham ta'kidladilar. Til bilan ozor bermaslik, hadisda tildan ozor yetkazmaslik deganda g'iybat, yolg'on, chaqimchilik, haqorat va boshqa yomon so'zlardan tiyilish nazarda tutilgan. Chunki ko'pchilik fitnalar va adovatlar aynan til orqali kelib chiqadi. Qo'l bilan ozor bermaslik, haqiqiy musulmon qo'li bilan hech kimga zulm ziyon yetkazmaydi. Bu insonlarning hayoti, mol-mulki va sha'niga tajovuz qilmaslikni ham o'z ichiga oladi. Bu hadisdan oladigan saboqimiz shundaki, musulmon inson nafaqat Allohga ibodat qilish, balki jamiyatda yaxshi xulq va muomala bilan ajralib turishi kerak. Agar bir kishi o'zgalarga zarar yetkazsa, uning ibodati ham unga foyda bermaydi. Alloh taolo bizlarni o'zgalarga azor bermaydigan, doimo ezgulikka intiluvchi musulmonlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.